$26,400 ga kraskalar top-toza, kam yurgan 2024-yil ofitsial dilerdan olingan BYD Champion gibrid mashinasi e'lonimiz kelib qoldi. Salon holatlarini qarang. Katta monitor, sidinalarda abduf, abagreiflari bor, polni panorama tom, jigarrang salonligi. Mashinamiz sport, eko, normallarda harakatlanadi, zimli rejimlari bor, NFC karta, ikkitala zapas pulutlari, kraskalari absolyutni top-toza. Bu akam olib keladigan mashinalarni har doim kraskasi toza bo'lgan. Salon laminatsiya qildirib qo'yilgan, tonirovka ruxsatnoma olib qo'yilgan, beskulchoy do'sti, panorama tom, slipoy zona, NFC kartalari, 360 kameralarigacha bor. Okalar, kapotlarda hech qanaqa tosh tegan joylari yo'q. Akkuratni qarab haydalgan mashinalardan bittasi sotilyapti. Narxi zo'r, kam yurgan, 2024-yil 25,000 km masofani bosib o'tilgan BYD Champion gibrid mashinasi bo'ladi. Ham tokda, ham benzinda bo'ladi. Bitta polni bak bilan liboy manzilingizga yetib olasiz. Даже Xorazmga ham. Okay? Xorazmga 1100 km bo'lsa, mana shu mashinani ham tokini, ham benzinni polni bak qilsangiz, Xorazm o'zida yana 100 km yurib bersangiz ham bo'ladi. 1200 km dan oshiq yurib beradigan BYD Champion gibrid mashinasi bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomalar, holatlari zo'r. Kuzovlarni ham ko'rishingiz mumkin. Tanov holatida turibdi. Okay? Bagajlari elektronlik ochiladi, elektronlik yopiladi. Qarang. Mashinamizning holatini. Ichidan chiqadigan bunaqa zaradkalargacha bor, tayyor turibdi, qarang. Bu joyda shunday zaradka to'ldirib olasiz, zaradkasi tez to'ladi. Agar sizga mana shu mashinamiz yoqqan bo'lsa, hozir telefon qilib barakasini qo'ring. Lekin ulgurib qoling. Narx xudo xolasa zo'r.